Haj va umra safarlari yurtdoshlarimiz hayotidagi muhim ahamiyatga ega ziyoratlardan sanaladi. Biroq nafsiga qul kimsalar ushbu xayrli tadbirlardan ham o'z jig'ildoni yo'lida foydalanib qolishni ko'zlamoqda. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan tadbir davomida mana shunday firibgarlardan biri o'z tur firmasiga kelgan mijozlardan haj ziyoratiga tanishlari orqali yuborish evaziga 20 ming AQSh dollar berishini talab qilib, shundan 10 ming AQSh dollarini pora tariqasida olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. 2 nafar shaxsni hajga jo'natish maqsadida 10 ming AQSh dollardan kelishgan holatda pul olayotgan vaqtimda ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga tushdim. O'z bir necha yildan beri umra sohasida boshqa bir firmada xodim sifatida ishlayman. Sistemani ichida bo'lganligim uchun o'zimcha amalga oshira olaman degan tushuncha bo'ldi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Bu fuqarolarni o'zlari, oila a'zolaridan va xalqimizdan, prezidentimizdan aybimga iqror bo'lgan holatda uzr so'rayman. Qonuniyligini bilardim. Fuqarolarimizga ham har qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar noqonuniy ishdan uzoq yurishlarini so'ragan bo'lardim. Yaxshi niyatlar bilan jamg'arib kelayotgan mablag'ini firibgarlar qo'liga qo'llab topshirayotgan hamyurtlarimiz afsuski oz emas. Tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgan holat yuzasidan MChJ xodimiga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi hamda 211-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov boshqarmasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ayblanuvchi shaxsga nisbatan ehtiyot chorasi qamoq qo'llanilgan. Hurmatli yurtdoshlar, agarda siz yoki yaqinlaringiz haj va umra safarlarini amalga oshirishda ushbu shaxs yoki tashkilotdan jabr ko'rgan bo'lsangiz, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining 71 kodi bilan 206 4302 shuningdek 102 qisqa raqamlariga yoxud hududiy ichki ishlar bo'linmalariga murojaat qiling. Unutmang, haj amallari uchun safar tadbirlariga faqat va faqat davlat tashkilotlari mas'ul. Firibgarlarga aldanmang.